alaykum hurmatli tadbirkorlar, hurmatli bankimiz mijozlari. Biz har oy 3 yil tajribasiga asosan 3 marotabadan tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazamiz. Bugun mana sanamiz 12-dekabr. Dekabr oyining ikkinchi uchrashuvimiz. Asosiy maqsadimiz tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazib, ularni biron bir masalasi bo'lsa bank tomonidan yechib, ish o'rinlari yaratish. Qani kimda nima savol bor? Hurmatli tadbirkorlar, kim gapiradi? Ben Islom Karim, fermer xo'jaligi shu Agrobankdan imtiyozli kreditga olmoqchi. Yaxshi, siz taniysiz, Islom Karim fermer xo'jaligi bizni bankimiz mijozisiz. Sizga qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosarimiz bor. Siz uchrashib, hujjatlarni taqdim qilganingizdan keyin sizga kredit olishda amaliy yordam beriladi. Keyingisi kim? Men ham Nabijon Yodgor fermer xo'jaligidan keldim. Imtiyozli kredit to'lashni. Nabijon Yodgor fermer xo'jaligi siz ham tushunarli qishloq xo'jaligi bo'yicha texnika olib ish o'rni yaratmoqchisiz. Sizga ham bog'lanishadi yigitlarimiz, masalalarni ijobiy hal qilishga harakat qilishadi. Umuman bankimizning xizmat ko'rsatishi bo'yicha yoki boshqa turdagi xizmatlar bo'yicha birontangizlarda savollar bormi? Sizlarga ham bankingiz mijoz sifatida onlayn kredit olish nimasi bormi? Bor. Necha milliongacha olish mumkin? 100 milliongacha beriladi. Onlayn kreditimiz bor yigitlarimiz. Siz byudjet tashkilotida ishlaysiz, sog'liq saqlash muammosiz, kafil topasiz. Sizga oyligingizga qarab ajratadi. Kam pulni ham nimasi kafil bilan berasiz. Beradi, o'shanga yarasha summa beriladi. Maksimal darajasi 100 milliongacha. Tadbirkorlar barchanglarni vaqtinglarni oyamay kelganinglar uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ko'p vaqtinglarni olmaymiz. Sizlar bilan xayrlashamiz. Shu bilan bugungi uchrashuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammalaringga rahmat.